Xitoyning ko'mir ishlab chiqarish miqdorining oshishiga ergishib, havoning bulg'anishi rekord yaratdi. Xalqaro klimat suhbatida davlat ichidagi bulg'anishni tekshirishga duch kelgan Beijing hukumati og'ir bulg'anish sababidan toshyo'l va maktab maydonlarini taqidi. Davlatlik meteorologiya doiralari to'nog'in Xitoyning shimoliy qismlarini tuman bilan qoplab ketganligini e'lon qildi. Yevropa parlamenti vakillar o'miki Xitoyning noroziligini qo'zg'agan tunji Tayvan ziyoratini tamomladi. Parlamentning bayonotiga qaraganda, 7 vakildan tarkib topgan vakillar o'miki ziyorati jarayonida Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan birga Tayvan amaldorlari va fuqarolar jamiyati vakillari bilan ko'rishgan. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisining plan va xomchut komitetida ministerlikning 2022 yillik xomchut dokladini sundi. Ministr Çavuşoğlu Xitoy bilan bo'lgan munosabatning o'zaro hurmat qilish va manfaatni asos qilgan holda elib berilganligini bayon qilib mundaq dedi. Biz bu jarayonda har ikki taraf uchrashishlarda ham xalqaro suhbatlarda Uyg'ur Turkiya qarindoshlarimizning asosiy huquqi va erkinligini Xitoyning barobar fuqarosi sifatida qo'g'dash kerakligini izchil ta'kidlab kelyapmiz. Texi yaqinda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bayonot e'lon qilib, 42 davlat bilan birga Xitoyni Uyg'ur turklarining huquqiga hurmat qilishga chaqirdik. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Saudiya Arabistonga F-15 urush aeroplaniga ishlatiladigan 650 million dollar qiymatidagi o'q-dori setishni tasdiqladi. Xinhua agentligining xabariga qaraganda 154 tadqiqotchini elib mangan Shuelong nomli muz uzish paraxoti Shanxaydan Antarktikaga qarab yo'lga chiqqan. Bu paraxot Xitoyning Antarktikadagi Joshan va Sadichin punktidagi xodim va ashyolarni yo'tkaydi. Bu tadqiqot guruhining Janubiy qutbda gidroorologiyalik, meteorologiyalik, muhit tekshirishi va Janubiy qutbdagi mikroplastik va havo tashlandiqlarini kuzatilganligini bildirdi. 11 ayning 2 kuni o'tkazilgan saylamda New Yorkning shahar boshlig'iga saylangan Erik Adams vazifaga o'tirgandan keyin tunji 3 oylik maoshining bit tangisida berilishini xohlaydiganligini e'lon qildi. Fransiyaning Yevropa ishlari ministri Clement Bion baliqchilik krizisini muzokara qilish uchun Angliyaning Yevropa ittifoqidan chekinish ministri David Frost bilan ko'rishdi. Fransiyaning poytaxti Parijda o'tkazilgan yig'inda davomlashayotgan baliqchilik krizisi to'g'risida hech qanday natija chiqmadi.